kofirlar eshitib qo'y. Biz bu yo'lda dollar istab yurganimiz yo'q. Biz bu yo'lda rubl istab yurganimiz yo'q. Biz bu yo'lda biror bir kufrni, biror bir kursisini, vazirligini yoki hokimligini ololmikimizda yurganimiz yo'q. Bu yo'lga ayniki Rasul alayhissalom va xulafoi roshidin va sahobiylar butun hayotlarini bag'ishlagan singari biz ham bu yo'lga o'zimizni bag'ishladik. Hozir biz o'zimizni faqat himoya qilib yurishimiz birodarlar. Ulamolarning ijmosi bilan agar qaysi bir musulmonning nomusiga agar tajovuz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni uning uyida bo'lsin yoki ko'chada bo'lsin har yerda musulmon hech ogohlantirishsiz shu tajovuz qilayotgan odamni o'ldirishligi unga farz bo'ladi.